Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi dastlabki xizmatimiz Namangan shahar Go'zalga 2 metrligidan zakaz qilishganda bugun kunduzi olib kelib ishlatib berdik. Juda ham chiroyli holatda. Dastlabki xizmatlarimiz juda ham tez. Aka, ishlashlarini bir ko'rib qo'ying. So'z isbot qilib. Ko'ngildagidaymi aka? Mana 5 minut rovna soatga qarab turdik. 5 minut qo'lni qo'ydiribdi o'zi. Qo'lni kuydiryapti aka. Qo'lni qo'ydiribdi. Xudo xolasa sizlar ham zakaz qilishlaringiz mumkin. O'zbekistonning barcha hududlariga dastlabki xizmatlarimiz bor. Voha tomonga 3 kun, ish kunida yetib boradi, xudo xolasa. Vodiyda bo'lsa 1 kun 2 kun, xudo xolasa, cho'tki holatda yetkazib beramiz sizlarga ham. Yaxshi niyatda ushbu videoga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu 2 metrligi katta xona uchun, ya'ni hozir ko'rsatib o'taman. Oshxona ekan, kattagina. 6 metrga, 7 metrga 4 metr katta ekan. Shu joyga 2 metrligidan tavsiya qildik. 2 metrligidan olishdi. Xudo xolasa chiroyli holatda ishlab beradi. Oddiy обычный filtrlangan suv quyiladi.